Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz. Maksimumdagi navbatdagi Gentra proyektimiz tayyor holatda. Bu avtomobilimizga ko'rib guvoh bo'lib turganingizdek, BYD Han avtomobilini sizlarga sunib berganmiz. Original bo'ladi. Polni elektronli bo'ladi. Sizlarda abduf, abagreflari bor. Hammasi o'zidagi knopkalar orqali boshqariladi. Bundan tashqari obshivkalari ham bir xil bo'lsin-da, o'zidagi materialli chastini korичневый rang bilan priteshga qilib berganmiz. Sizlarlarimizga mos qilib. Bundan tashqari original Malibu kibarlarni o'rnatib, GM originalini ustki qismini, ya'ni batonchiklarini ham korичневый priteshga qilib berganmiz. Bu ham hammasi sizlarlarimiz bilan mos bo'ladi. Rul original Malibu 2 rullarini ustunovga qilib berganmiz. Polni hamma funksiyasi ulab ishlatib berilgan. Tabloli tuning qilingan Redline dizaynda hamda eng qizig'i klimat kontrolini ham o'rnatib berganmiz. Mana shundan boshqariladi. Avtoni bitta yoqsa, kuroslar o'zi temperaturaga to'g'rilab beradi. Konditsionerlar ham yoqib qo'yadi. Hozir konditsioner shart emas, ichkarida turibdi mashina, o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Hammasi original o'z o'rnida, joyida ishlaydi. Pioneer 720 ulangan, ruliga ulab ishlatib qo'yilgan. Polni panorama o'rnatilgan. Panorama lyuklari patolog bilan komplekt o'rnatilgan. Включаторlari ham shu yerda ulab ishlatilgan holatda turibdi. Mana eshik knopkani yoqamiz, eshik ochiq ekan. Yopamiz. Podsetkalar o'z o'rnida, joyida ishlaydi. Undan tashqari mana bu knopkalarda lyuk shtorkasi, lyukni o'zini ham ashdan ochib yopsa bo'ladi. Xudo xolisa. Bemalol ishlayveradi. Shtorkalarni ham bemalol yopib ochsak bo'ladi. Eng qiziq fishkasi mana buni komplektda orqa ruchkalarni ham ustunovga qilib berganmiz. Mana bitta bossa yonadi, bitta o'chadi. Eshik knopkani altdan yoqib qo'yilsa, eshik ochganda ham yonib beradi. Hozir bundoq qilamizda, eshikni bitta ochamiz, yonadi. Zo'ra hammasi o'zida Malibuda ishlaydi. Xudo xolisa yoqib qo'yamiz, kerak. Qiziq fishka buni sizlarga kommentariyada yozib qoldiringlar, nimaga ulangan. Bosamiz, indikator yonyapti, onslarni ham to'g'risi, ham indikator yonyapti. Juda kerak funksiya mana shu qilib qo'yganmiz. Kommentariyada fikrlarni kutamiz. Nima narsani bu yoqqa ulab berdik. Xullas, avtomobilimiz tayyor. Xizmatlar qiziq bo'lsa, maksimum murojaat qilasizlar. Original Malibu kibar, sideniya, obshivka уже, перетяжка, klimat kontrol, registrator, kamera, panorama lyuk, patolog, polni qora ham qilsak bo'ladi. Включаторlar mana bu shtorkan ishlatadigan, lyuk ishlatadigan включаторlari bilan panel hammasi komplekt o'rnatilgan. Bizani kuzatib boringlar, maksimumdan uzalashmanglar.